Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan Tunikafon Center jamoasi. Xudo xolasa biz navbatdagi Tunikafonimizni mana o'zimizni xonadonimizda boshlaganmiz. Xizmatlarimiz boshlanganiga 1-2 kun bo'ldi. Xudo xolasa juda ham go'zal holatda davom etmoqda. O'zingizlar ko'ringlar, xizmatlarimiz agar sizlarga ham ma'qul kelsa, bemalol quyida raqamlarga aloqaga chiqsanglar, nasib bo'lib qolsa, keyingi Tunikafon qiladigan xonadonimiz aynan sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikalarimizni mana shu holatda 160 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, qalinligi 0.4 qalinlikda bo'ladi. Xudo xolasa qadrdonlar. Xo'p, eslatib o'tamiz, xizmatlarni biz oldin vodiy bo'ylab ishlar edik. Hozir esa Samarqand, Sirdaryo, Jizzaxlarda ham xudo xolasa qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomonlarda hali ish bo'lgani yo'q, mana pustoy holat. Bu tomon esa mana ko'ryapsizlar akalar, go'zal holatda davom etmoqda. Tez kunlarda ishlarimizni to'liq holatda yakunlab sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana ko'ringlar mana. Qanaqa joydami?